Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz sizlar bilan santexnika zapchaslari haqida bo'ladi, ya'ni fittinglar haqida. O'ng qo'limdagi shkafdagi turgan narsalarni umumiy nomi fittinglar. Bularning ichida atvoti bor, po'latvoti bor, misol uchun traynik bor. Umumiy nomi fitting. Santexnikada santexnika atakleniya sohasi o'zi alohida soha, lekin umumiy nom bo'lib ketgan. Bizda O'zbekistonda santexnik bu atapleniyani ham qiladigan inson, issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiyani ham qiladigan inson. Endi hozir bu birinchi darsimiz bo'lgani uchun sizlarga qisqacha tushuntirib ketyapman. Bizi santexnik usti ishlatayotgan zapchaslarini nomini, vazifalarini bilish kerak. Bugun sizlar bilan shu zapchaslar haqida, eng hadovoy razmerlari haqida gaplashamiz. Eng kichkina razmerdagi zapchasdan boshlaymiz. 20 talik fitting. Atvot deyiladi. Bu 90 gradusli atvot. Bu 20 talikdan boshlab 25, 32, 40, 50, 63 gacha. Razmerlarimizni 20 dan 63 gacha bo'lgan razmerlarni gaplashamiz. 20 dan 63. 63 dan keyin 75, 90, 110 ketaveradi, lekin u zapchaslar kamdan-kam foydalaniladi. Asosiy zapchaslar 20 dan 63 gacha. Qanaqa joyda qo'llaniladi desanglar, deylik, turba bu yoqdan kelyapti, bu yoqqa qayilish kerak. Mana shu joyga atvot qo'yiladi. Atvot qo'yilib 90 burchak ostida qayilayotgan joyga atvot qo'yiladi. Yoki-da turba kelyapti, chapga qayilish kerak. Chapga qayilish kerak, mana shu yerga ham atvot qo'yiladi. Tepaga qayilish kerak. Bu joyga ham atvot qo'yiladi. 90 gradusli burchak borki, atvot qo'yiladi. Endi bu razmerimiz 20 talik edi. Razmeri qandan bilamiz? Razmeri yozilgan joyi qayerda bo'ladi desanglar, o'zi fittingda qolipini izi bo'ladi. Qolipini izi bo'ladi, firmasining nomi bo'ladi, ishlab chiqaruvchini. Yonida razmer 20 raqamda mana bunda ko'rsatilgan bo'ladi. Aylana chiziqqa bo'lmaydi endi. Yonida bunda dumaloqda bunda chizuv tortib qo'ygan bo'ladi. Bu diametrni bildiradi. Misol uchun bu 32 talik bo'lishi mumkin. 40 talik bo'lishi mumkin. Mana shundan sizlar qo'linglardagi fittingni razmerini bilib olasizlar. Ketdi. Bu atvot edi, 90 gradusli joylarda foydalanar ekanmiz. Endi mana bu pol atvot. Ya'ni bu 45 gradusli. 45 gradus qanaqa joyda foydalaniladi desa, xuddi 90 gradus, 90 burchak ostida qo'yilsa, bu 45 gradusli burchak ostida qo'yiladigan narsa. Ya'ni turba kelyapti. Bu 90 gradus bo'lib qayilmayapti, 45 gradus bo'lib qayilish kerak bo'lyapti. Ya'ni bundaroq qayilyapti. Mana shu joyda 45 gradusni hosil qilish uchun, ya'ni 45 gradus hosil qilish uchun bu yerga pol atvot qo'yiladi. Bu ham 20 taligidan boshlanib eng kichkina razmeri, O'zbekistonda bor razmerlarda, o'zi boshqa dunyolarda, boshqa davlatlarda 16 talik razmerlari ham bor, lekin bizning O'zbekiston bozorida yo'q, eng kichkina razmer 20. Xo'p. 20 talikdan 63 talikgacha pol atvot ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Faqat diametr kattalashgani sari ko'ryapsizlar, pol atvot ham kattalashib boryapti, bo'yiga ham kattalashib boraveradi. Misol uchun mana 40 talik pol atvot. 40 talik pol atvot bilan 20 talikni ko'ryapsizlar, kattalashib boryapti. Diametr kattalashgandan keyin обычный holat, oddiy holat, razmeri ham kattalashib boraveradi. 45 gradus ostida qo'yiladi. Ya'ni hozirgidek tushuntirgandagi holat. Turba kelyapti, misol uchun bunaqasiga kelyapti turba. 45 gradusga burilish kerak. Bundoq burilish kerak. Shunaqa joyda 45 gradusli burchak hosil qilish uchun shu yerga pol atvot qo'yiladi. Pol atvot deyilyapti. Mana atvot deyotganimiz 90 gradusli bo'lsa, pol atvot, ya'ni atvotni yarmi deyapti. O'zi ma'nosida ham biz ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, ya'ni 45 gradusli burchak hosil qilish uchun pol atvot qo'yar ekanmiz. Keyingisi bizda mufta. Mufta bu juda ham oson narsa. Bunda ham muftada ham eng kichkina razmeri 20 talikdan boshlab 110 gacha, lekin hadovoy razmerlarimiz 20 dan 63 gacha.
20 talikdan 63 gacha hammasi mufta deyiladi. Razmer kattalashgan sari muftani o'zi kattalashadi. Keyin bu narsa nimaga qo'yiladi desa, ikkita turbani bir-biriga ulash uchun qo'yiladi. Ya'ni mana bu yerdan turba kelyapti. Turbamizni uzunligi 4 metr. Turbalar standart 4 metr bo'ladi. 4 metrli turbani qo'ydingiz, yana bu yoqqa 4 metrli turbani ulashingiz kerak deylik. Shu yerda o'rtasiga mufta qo'yiladi. O'rtasiga mufta qo'yiladi. Bu ham 4 metr deylik. Bir-biriga ulashish uchun. Muftani yana qanaqa joyda qo'llaymiz desanglar, ya'ni qanaqa joyda qo'llaymiz? Misol uchun mana bu qo'limdagi 25 talik sharoy ekran. Xatolarni to'g'rilash uchun ham biz mufta qo'llaymiz. Endi xato iloji bo'lsa qilmaslikka harakat qilish kerak. Endi bo'lib qoldi, iloji yo'q. Deylik, mana hozir mana bu sharoy ekranni oldik. Ustiga atot payka qilishimiz kerak. Orasida qanchadir turba masofa bor. Deylik, orasida bir 3-4 sm masofa bor. Mana mana shu kran bunday turganda atot menga qarab turishi kerak. Shunaqa payka qilishingiz kerak edi. Lekin xato qilib qo'ydinglar, atotni bunaqasiga qilib qo'ydinglar. Bunaqasiga payka qilib qo'ydinglar. Bo'ldi, endi kranni tashlab yormaysizlar-yu. Mana atotni ham boshqa ishlatadigan joyingiz yo'q obyektda. Iloji yo'q. Shu joyga turbasini kesasizlar, shu atot bilan kranning o'rtasida turbasi bilan o'shani kesasizlar-da, o'rtasiga muftani qo'yib turib, atotni keyin bunaqasiga payka qilib qo'yishga ham ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni mufta bizada turbalarni ulash uchun ishlatilar ekan, keyin bo'lsa xatolarni to'g'rilash uchun ishlatar ekanmiz. Iloji boricha turbani ulashga ishlatinglar, xatolarni to'g'ri qilmanglar, xato qilmanglar. To'g'ri ishlashga harakat qilinglar, chizmalarni chizib tushunib ishlanglar. Endi sharoy ekranlar bo'yicha gaplashamiz. Qo'limda sharoy ekran turibdi. Sharoy ekran ham xuddi shunaqa hozir tushuntirganimdek. Buni ko'rinishlari har xil bo'lishi mumkin. Hamma firmaniki har xil bo'ladi. Deylik, mana hozir qo'limda 25 talik sharoy ekran Pilsa korxonasiniki turgan bo'lsa, hozir mana bu yerda misol uchun mana Kas korxonasiniki ham turibdi mana. Bu ham sharoy ekran, bu ham sharoy ekran. Nimaga sharoy ekran deyiladi? Ichida chunki sharikviy zoldir bo'lgani uchun mana ichida mana zoldiri sharikviy, ya'ni sharsimon dumaloq bo'lgani uchun sharoy ekran deyiladi. Endi uni sifatlari qaysi biri zo'r, qaysi biri yaxshilari bo'yicha keyin ish jarayonida xudo xolisa o'zingiz ustani o'zi tushunib boradi. Hozirgi qo'limizda buni nomlanishi sharoy ekran. Bu ham xuddi 20 talikdan boshlab 63 talikgacha bo'ladi. Undan yog'i 90, 110 razmerlari ham bor. Lekin kamdan kam ishlatganimiz uchun u razmerlarni ko'p foydalanmaymiz. Mana shu joyimizda ham biz razmerlarni 63 gacha bo'lganini olib kelib qo'yganmiz. Sharoy ekranni ketdi. Sharoy ekranni ishlatayotganda qanaqa ishlatish kerak, nimalarga e'tibor berib ishlatish kerak deydigan bo'lsanglar, bu sharoy ekran qimmat zatkasi hisoblangani uchun, alohida bitta vazifa bajargani uchun, ya'ni misol uchun buni ochib yopib turasizlar. Bitta vazifani bajaryapti. Mana bu fittinglar bo'lsa, atotlar bo'lsa, shunchaki burilish, qaylish, bir-biriga ulash vazifasini bajaryapti. Bular unaqa katta rol o'ynamaydi. Lekin sharoy ekran bitta vazifa bajarayotgani uchun buni har doim turba bilan payka qilayotganda orasiga masofa berish kerak, ya'ni zazor berish kerak. Misol uchun mana atot sharoy ekranga payka qilishim kerak. Iloji boricha orasiga masofa berib, turbani masofasini berib turib payka qilishga harakat qilish kerak. Faqat payka qilish kerak emas. Chunki mana hozir tushuntirganimdek, jarayonda noto'g'ri payka qilib qo'ysanglar, kesib turib kranni holatini o'zgartirishga sharoit bo'lish kerak sizlarda. Tushunyapsizlarmi? Keyinchalik bu kran buzilib qolsa ham, ertaga o'sha kranni kesib turib o'rtasiga boshqa kran qo'ya oladigan sharoit bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, tajribali ustalar kranga nimadir payka qilayotganda, atotmi, muftami, polatotmi payka qilayotganda orasiga masofa berib turib payka qiladi. Faqat payka qilib qo'ymaydi. Xo'p, sharoy ekranni ishlatilishini tushundik, holatini tushundik. Qaysi holatda qo'yiladi, qanaqa holatda qo'yiladi, bu vaziyatga qarab qo'yiladi. Bunaqasiga tursa qulaymi? Bunaqasiga tursa qulaymi? U joydan kelib chiqib turib.
Anaqasi sharov ekranda suvni kirish chiqishini ham bunaqa sharov ekranda farqi yo'q. Xohlasanglar kelayotgan suv sharov ekranda suv. Mana sharov ekranni rasmiy anaqasi sharov ekran proyektda o'zi X holatda chiziladi. Mana bunaqa X holatda chiziladi. Deylik mana mana sharov ekran. Deylik sharov ekran. Bunga suv bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadimi? Yoki bu yoqdan kirib turib, bu yoqdan chiqib ketadimi? Farqi yo'q. Chapdan kirib o'ndan chiqadimi yoki o'ndan kirib chapdan chiqadimi? Farqi yo'q. Kranni muhimi ochib yopish holati qulay bo'lish kerak. Qo'yilganda chiroyli bo'lish kerak. Qo'yilganda ertaga buzilib qolsa, kesib olib ishlatishga, kesib olib o'rniga boshqa kran qo'yishga sharoit bo'lish kerak. Qo'yilayotgan joyda. Xo'p, sharov ekran bo'yicha ma'lumotimiz tugadi. Endi temirdan plasmasga o'tadigan adapterlar haqida gaplashamiz. Mana qo'limda adapterlar. Adapterlarimizning mavzusi sal kattaroq bo'ladi. Nimaga deyilsa, bu temirdan plasmasga o'tadigan vazifani bajargani uchun bunda razmerlari, diametrlari o'zgarib turadi. Adapter. Mana qo'limdagi adapter 20 tali внутренний adapter. 20 tali ichki rezbali adapter. Xuddi shuni mana tashqi rezbaligi ham bor. Ichi payka bo'ladigan joyi 20 tali, ya'ni mana bu turbi ertib kirgiziladigan joyi 20 tali, rezbasi 15 tali bo'ladi. Rezbasi. Ya'ni bu narsalar temirdan plasmasga o'tgani uchun plasmassa har doim temirni razmeridan har doim kattaroq razmerda etib yuriladi. Misol uchun temirda turbamiz 15 talik bo'lsa, plasmassada xuddi shu turbamiz 20 talik deyiladi. Temirda 20 talik turbamizni plasmassada 25 talik deyiladi. Xuddi adapterlarda ham xuddi shunaqa. Misol uchun temirdan plasmasga o'tayotgan narsa bo'lgani uchun deylik, menda hozir mana mana shu yerda qo'limda bitta 15 tali sharov ekran turibdi. Metallitskiy sharov ekran. Hali xudo xolisi metal fittinglar bo'yicha ham alohida video rolikimiz bo'ladi. Vazifalari, qo'yilishi, yo'nalishlari bo'yicha. Xo'p, bu ekranimizni 15 tali. Bunga men adapter burashim kerak. Deylik, mana mana shu joyga внутренний adapterni buramoqchiman. Menga adapter kerak bo'lsa, men 15 tali adapter demayman. Chunki temirda plasmasada 15 tali adapter bo'lmaydi. Rezbali joyi 15 bo'ladi, paykali joyi 20 bo'ladi. Bu standartning adapter hisoblanadi. Endi deylik, joyiz bunaqa emas. Kran 15 tali qo'yibsiz, lekin kelayotgan plasmassa turbamiz 25 tali kelyapti. Bunaqa holatda inigal adapterlar ham bor. Ya'ni inigal adapterlar qanaqa bo'ladi desanglar, hozir bizda videoda ko'rsatish uchun yo'q ekan. Inigalni adapterlarimiz mana bu tamancha bor ekan. Mana bu joyi rezbasi 15 tali, payka bo'ladigan joyi 25 tali. Bunaqa inigal adapterlar ham bor. Inigal adapterlar ko'pincha razmerlari mana shu 20 tali bilan 32 ligacha bo'lgan razmerlarda har xil razmerlari bo'ladi. Deylik, misol uchun bandidagi joyi 15 bo'lsa, standart adapterda payka bo'ladigan joyi 20 tali bo'lishi kerak. Lekin bu yerda hozir razmeri 25 tali. Ya'ni bu nestandartniy adapter. Ya'ni inigal adapter ham deyiladi. Ko'pchilik ustalarning tilida. Kranni qo'yibamiz, turbamiz bu yerdan 25 tali kelyapti. O'rtada mana shunaqa adapter bilan yechim bersa bo'ladi. Adapterni buraymiz kranga, qotiramiz. Qotirganimizdan keyin bu yoqqa payka qilib qo'yamiz. Payka qilib qo'yganimizdan keyin bizda shu ulanish hosil bo'lib davom ettiradi. Endi o'zi adapterlar qanaqa razmerda yuradi desanglar, xuddi shunaqa 20 talidan boshlanib 110 gacha bo'lgan razmerlari bo'ladi. Mana misol uchun bu 20 tali ichki rezbali adapter bo'lsa, 20 tali внутренний adapter bo'lsa, 20 talidan
20 talikdan 110 gacha bo'lgan razmerlari bo'ladi. 110 gacha bo'lgan. Endi narujniy adapterlar qanaqa desanglar, bu ham xuddi shunaqa. 15 talik narujniy rezbali adapter, payka bo'ladigan joyi 20 talik. 15 talikdan boshlab 20 talik adapterdan boshlab 110 gacha orada 25 talik narujniy adapter, 32 talik, 40 talik, 50 talik, 63 talik ketaveradi. 110 gacha bo'lgan razmerlari bor buni. Xo'p. Adapterlar bo'yicha mavzuni tushuntira oldim deb o'ylayman. Endi bular hozir gaplashib o'tganlarimiz primoy adapterlar edi. Ya'ni turbamiz kelyapti. Turbamiz bundoq kelyapti. Hech yoqqa burilmayapti. Mana bu yerda bitta deylik yo'lida temir sharoy ekranimiz bor. Deylik mana bunaqa temir sharoy ekranimiz bor. Yo'liga qo'yilyapti, shu ekran qo'yilyapti. Shunaqa holatda bizni o'tga temirdan plasmasga o'tib olishimiz kerak. Primoy adapter qo'yib turib, bizni temirga ulanib olamiz. Endi deylik vaziyat boshqacha. Kranni bunaqasiga qo'yib, bunaqasiga bo'yiga, vertikaliga qo'ymaymiz, gorizontaliga qo'yamiz. Nima bo'ladi? Bunda turba kelyapti. Deylik o'ngga yoki chapga qayrilish kerak. O'ngga qayrildi. Qayrilgan holatda agarda masofa ko'pincha kalta bo'lsa, mana mana shu masofa kalta bo'ladigan bo'lsa, o'sha kran taqab qo'yilgan bo'lsa, bunaqa joyda bizda uglovoy adapterlarimiz ham bor. Deylik mana. Uglovoy adapter. Rezbasi 15, payka bo'ladigan joyi 20 talik. Shundoq qayrilyapti. Bo'ldi, boshqa o'sha temirga o'tish kerak. Bunda yurishga joyi yo'q. Bunda turbani bundoq qayrilib, turbani bundoq yurib, primoy adapter qo'yishga sharoit yo'q. Shunaqa paytda sirasi uglovoy adapter qo'yib turib, keyin kranni qo'yib turib, bu joy bilan vaziyatga yechim bersa bo'ladi. Adapterlar bo'yicha mavzuyimiz qisman tugadi. Bu misol uchun qaysi holatda primoy adapter qo'yish kerak, qaysi holatda uglovoy adapter qo'yish kerak, buni ustani montaj qilayotgandagi jarayoni aytib beradi o'zi. Ustani o'zi mana bu joyga uglovoy adapter qo'ysa yaxshi chiqadi yoki bu joyga primoy adapter qo'ysa yaxshi chiqadi, ustani o'zi aytib beradi. Lekin adapterni mana ko'rayotgan bo'lsangiz, yaqinroqdan ko'rsating, mana shu holatda mana ключ bilan ishlatib, adapterni tishlab, yangi adapter, payka bo'lmagan hali bu. Dabdalasini chiqarishgan. Ustidan qaytib kelganda shu ham endi. Kimgadir sotishimiz kerak endi biz ham. Olarmidingiz siz o'zingiz? Men olmasdingiz, ko'rdingiz? Men ham olmasdim. Alohida hali adapterlarni ключlar bilan qotirish jarayonini ham xudo xolis video qilamiz. Keyingi videolarimiz xudo xolis Amerikankadan boshlanadi. Amerikanka qanaqa joylarda qo'yiladi, qayerga qo'yiladi, vazifasi. Keyin shu bilan xudo xolisi trayniklar bilan tugatamiz.